Assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum. Bizni kuzatib kelayotgan aziz yurtdoshlar, musofir yurtda yurgan yondoshlarim. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Hammalaringizga yana bir bor xayrli kech deb qolamiz. Mana bugun xudo xolosa yana yangi ishimizni chiqaryapmiz. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston barcha vatandoshlarimiz uchun erkak, ayol, semeyni para farqi yo'q. Yandex Cloud'dan akalar haftalik rashyot ishini sizlar uchun chiqarib boramiz. İşimiz Moskovskiy oblast Sofinada bo'ladi akalar, opalar. Videoni o'tkarmasdan boshidan ko'rdingizmi? Inshaalloh sizga bu foydali video bo'ladi. Like bosing, kommentariyani yozing. Chunki inshaalloh oyligi ham yaxshi, to'lovi ham, usloviyalari ham yaxshi akalar. Pitaniyasi besplatno, yotoq joyi besplatno, registratsiyasi besplatno akalar, opalar. Komplektovshik kerak akalar, upakovshik kerak, stikirovshik kerak akalar, keyin elektroroxliga, keyin shtablyorga voditellar kerak bo'ladi akalar. Hammasini oyligini aytib o'taman. Videoni o'tkazib bormang. Video davomida ish joyida videosini qo'yib o'taman. Kimdir vatandoshlarimiz bo'lsa, shtablyor haydagan, elektroroxli haydagan vatandoshlarimiz bo'lsa, bemalol borib ishlashlaringiz mumkin. Bizda ustiga qo'yib, narx olib, xalqni ishlatish yo'q akalar. O'sha boshliq nima bersa, men sizlarga aytaman akalar. 1 rubl bo'lsa 1 rubl, 10 rubl bo'lsa 10 rubl akalar. O'zlarining nomerlari pastda, Ramiz, Alinaning nomeri, bemalol telefon qilasizlar, Max, Telegram, WhatsAppdan aloqaga chiqishingiz mumkin. Faqat dokumenti bor vatandoshlarimiz. Aytib o'tganda, yotoq joyi besplatno, registratsiya besplatno, pitaniya besplatno, komplektovshikka 5500 rubldan to'lanadi akalar, smenasiga 11 soat общий ish vaqtingiz bo'ladi. Elektroroxliga akalar 6600 rubl smenasiga to'lanadi. Va shtablyor, voditel shtablyorga esa 7040 rubl to'lanadi. Bu yerga taklif qilinadigan vatandoshlarimiz ham erkak ham ayol 18 yoshdan to 55 yoshgacha. Mana sizlar yozdilaringiz-ku 55 yoshga 60 yoshgacha ham chiqaring deb. Iminnoy mana sizlar uchun akalar. Agar bizni mehnatimizni qadrlasangiz, bitta like, kommentariyani chiroy so'zini yozib qoldirasizlar. Ishlayman degan vatandoshlar bemalol borib ishlashlaringiz mumkin. Yandex Cloud tovar yig'ish akalar, tezda skaner xizmatida akalar, opalar. Buni hamma biladi akalar. Bemalol ishlayman desangiz, uverenniy akalar, aldov-paldov yo'q akalar. Bemalol kimki borib ishlaydi akalar, bemalol meni WhatsAppim glavnida turibdi. Agar biron aldovga uchrashib qolsangiz, meni glavnida WhatsApp nomerim turibdi akalar. Bemalol telefon qilasizlar, kuch birlikda hammasini olib beramiz. Iltimos vatandoshlar, meni to'g'ri tushuningizlar. Nima uchun sizlarga like qo'y, kommentariya yoz deymiz? Bizni aktivni ko'tarish uchun akalar. Agar mabodo kimdir bizni ishdan borib ishlab, qayerdadir aldangan bo'lsa, iminoy bizni ishdan. Bemalol men WhatsAppimga chiqing. Kimdir borib ishlaydi-ku akalar, opalar. O'sha yerda borib chiroyli bir skripti bilan bir rasmga olib qo'yingizlar, tamom akalar, opalar. Uni hammasi inshaalloh hal bo'ladi. Boshqa u odam boshqa ishchi yig'a olmaydi hayotida. Faqat sizlarda kuch birlikda. Inshaalloh jonlaringiz sog' bo'lsin. Kim ishlayman degan vatandoshlar bo'lsa, pastda nomerlarni qo'yib o'tdim. Bemalol aloqaga chiqingizlar. Keyingi ishimiz esa inshaalloh yana u ham kunlik ish bo'ladi. Chiqarib boramiz faqat sizlarning podeshkalaringiz bilan akalar. Hech kimdan pul so'ramaymiz akalar. Faqat bir dona like, bitta chiroyli kommentariya, tamom akalar. Inshaalloh bu yomon ishga olib bormaydi. Inshaalloh savob ishga olib boradi. Jonlaringiz sog' bo'lsin, video davomida ko'ring, video cho'zilib ketmasin. Ko'p vatandoshlarimiz aytadi, hali like deb bezor qilding deydi akalar. Like menga foydasi yo'q. Xalq musofir, iminnoy siz musofir bo'lib ko'rganmisiz aka? Ko'rgan bo'lsangiz like deb bosasiz. Sog' bo'lasizlar, salomat. Unutma yor, meni zo'ringni, sog'inganman didoringni, ikki zulfi sinoringni, ikki chashmi xumoringni. Unutma yor, meni zo'ringni